O'zimga o'zim bosh og'riq qilyapman. Admin telefonini olib kelyapman hozir. 1 soatdan beri bilmayman 7 kishi bilan gaplashdim-da. Ko'rib turamiz, ertalabgacha nechta odam bilan gaplashar ekanman. Miya yararmikan yo'qmi? Zaryadda turib ham tinchimayapti-da. Charchat orar ekan, Yashamas ekan buni odam. Afsuslantirib yubordi bor. Voydod. 8-si. 11-si. 21-simi ekan? Mana o'sha ma'lumotchi o'g'irlar. Egasiga topshiraman. 6larda olib ketdimmi? Soat 1da tugadi telefon qilish. Yerda o'rashar ekan bor. Qanaqa qilsa deydi? Ishlash kerak endi, ishlash kerak yoki arzon narsalarni qidirish kerak. Miya ko'tarmadi. Smartfon emas ekanda bu miya. Ish oson emas ekan. Buniki vobshe ekan. Kecha sizlar bizga bemalol aloqaga chiqaringlar, javob beramiz. Kim bo'lmasin baribir javob beramiz. Xizmat esa Instagram, Telegram sharabaradan. Ish oson emas ekan. Nasrena ajoyib. Osmonga qarasak ko'rinmas bulut bor. Lekin u bizning nasrinamizga ta'sir qilmaydi. Bugun administratorimizning nomerini o'ziga topshirib maza qilib uxlam. Administratorni nomerisiz bilasizlarmi hayot qanaqa bo'lar ekan? Qishloq tinchlik, sokin. Ana shunaqa bo'lar. Administratorning nomeri bilan mana shunaqa bo'lar ekan. O'zim uchun bilib oldim, hamma o'zini ishini qilsin ekan. Yozinglar, nima kerak bo'lyapti? Qanaqa tovar, qanaqa xizmat kerak bo'lyapti? Yoki kim ko'proq bir narsa olib qo'ygan bo'lsa, sotish kerak bo'lsa, ular bizni yo'nalishimiz любой narsani sotishmi? Sotaylik, aytinglar, alo deylar bo'ldi, boramiz, sotamiz. Xizmat olsa, Instagram, Telegram sharabaradamiz.